Devam etamiz. Ham ekranlar oldina O'rta Terishqa ovulida tug'ib o'sgan hurmatli millatdoshimiz Ataullina Rumiya Karram qizini chaqirib olamiz. Bugun 17-sentyabr kuni ona 55 yosh to'la. Unutulmaslik g'amir bayrami bilan shin ko'ngildan uli Fail, kelini Daniya, oniqlari Bulat, Daniyar, Liliya, qizi Alsu, dunyoga tug'diruvchi anisi Adila opa ham barcha tug'anlarida qutlilar. Ulyanovsk, Novospask, Sызрань ham O'rta Terishqa ovulidan kelgan barcha tilaklarni da shashmi to'kmi o'qib ketam. Bizning qadrli kishimiz g'adi ishchilar oilasida 4-bola bo'lib dunyoga ovoz sola. 1983-yilni 10 yillik maktabni tamomlab, Ulyanovsk shaharining tuzuvchilik texnikumina o'qirga kira. Tirish ovul bolasi oni da qizil diplomga tamomlab, yangidan tug'an ovulina qayta. 1987-yilni o'zining birinchi muhabbati Ataullin Rafael Abdulhaq o'g'lini shiratib, motor g'ayla qiralar. Bir-birisini yaratgan yosh parning baxtlari bo'lib, ullari Fail tuwa. Lekin qizg'anishga qarshi ularga barli qanot qag'arga uzoq yozmagan bo'la. Bir yolg'izi o'g'lin og'irlik ko'rib o'stirsa da aniyi biz sinmaganda, sig'ilmaganda. Tuzimligi uchundir. 2007-yilni Alloh Taala anga qobat suyunish bo'lib, turmushinda Habibullin Kamil Shukur o'g'lini shiratdira. Muhabbatda bu yo'li qizlari Alsu dunyoga ovoz solam. Bugungi kunga qadar aniyi biz O'rta Terishqa ovulida g'amir kechirib, qizi Alsuni o'stira. Yaratgan oniqlarin tarbiyalashirga da yordam eta. Ani teran ma'noga ega buyuk tushuncha ul. Biz dunyoga kelgan kundan olib ona nozin, ona erkalavin, mangilik jilosin to'yib yashaymiz. Ona bola uchun mangilik izgi kishi. Ani baradik 3 harf, ammo shu 3 harf o'z ishina ko'p minas, muhabbat, sabrlik sig'dirgan. Ani deb indashalu o'zi zo'r baxt ul. Biz dunyoda bek baxtli bolalar. Chunki yanasha bizda bizning uchun jon atushi, suyinganda shotliqlarimizni o'rtoqlashishi, quchog'ina suyinganda balam, yurak jimishim deb irkalab indashushi g'aziz aniyi biz bor. Har kimga o'z anisi dunyodagi eng qadrli kishi bo'lgan kibik, bizga da o'z aniyi biz qadrlidan da eng qadrlisi. Aniyi biz bizni bek yorata, tegiz ko'ra. Yorayali aniyi biz yanasha bizda sin bor. Kunlarimiz sin bo'lganga oyoz, tunlarimiz oy yulduzli yoqdi. Salqinlarda ko'ngil jilingni berib jilitasin. Bizning uchun yol demising, har vaqt xizmat etasin. Bolashaq shok dilar. Bizning da turli shaqlarimiz bo'lgandir aniyim. Zinhar uchun bizni kechira ko'r. Sen bizni kishilarga qarata shafqatli, yog'imli bo'lirga, har kimga yordam qo'lin so'zarga azir tirg'iliq ettirib o'stirirga tirishding. Rahmat aniyi biz borisi uchunda. Zo'r rahmat. Bergan kengashlaring turmush etganda yo'ldosh bo'lsalar edi. Uzun g'amirli bo'lib, bizning o'ng'ishlarimizga suyunib, uzoq yashasang edi aniyi biz. Qo'limizdan kelsa, eng baxtli kishi etar edik seni aniyi biz. Tilsim kishilarga ega bo'lsak, bosar edik jonin arnuvin biz. Ko'pga tuzgan sabr yuragini solmas edik qayg'u bir shular. Yanlarından hiç de gitmez edik, şakırmasa barası yollar. Bala ko'ngili tuğil dalalarda, ko'ngil haman senin yanında. Barlık izgiligin işinin key, baş iya biz senin aldında. Qadrli Rumiya Karramovna, bala oniqlarıgız, barcha tuğanlarıgız sizge deb maxsus bek ko'rkam jirda hazırlaganlar. Eydagiz birgalab tinglaygalim. Quyoshga teng bo'lsin sening g'amir, shan